Assalomu alaykum. Efirda Davr informatsion dasturining ertalabki soni. Studiyada Mohirjon Alijonov. Yurtimizda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish borasida olib borilayotgan ishlar, xorijiy sarmoyalarni jalb etish uslublari. Poytaxtimizda faoliyat ko'rsatayotgan investitsiya muassasalari milliy uyushmasining navbatdagi konferensiyasida shu xususda so'z yuritildi. O'zbekiston bozoriga chet el sarmoyadorlarini jalb etish va portfel sarmoyalarining ahamiyati mavzusiga bag'ishlangan tadbir tafsilotlari hozirgi lavhamizda. O'ziga xos biznes seminar hisoblangan mazkur tadbir Anshir Capital va Anshir Fund Management kompaniyalari bilan hamkorlikda tashkil etildi. Anjumanda ta'kidlanishicha, hozirgi vaqtda dunyo miqyosida Markaziy Osiyodagi mustaqil davlatlar, xususan O'zbekistonga bo'lgan e'tibor tobora oshib boryapti. O'zbekistonga o'z sarmoyalarini kiritishga katta qiziqish bildirayotgan xorijiy firma va kompaniyalar soni kundan kunga ortib bormoqda. Mana 2 yildirki biz ham sarmoya kiritib katta daromad olyapmiz. Umuman O'zbekiston ulkan iqtisodiy salohiyatga ega davlatlardan biri hisoblanadi, chunki ushbu mamlakat boy tabiiy resurslarga ega. Bundan tashqari bugungi kunda uning iqtisodiyoti barqaror va izchil rivojlanmoqda. Eng muhimi, yangi yo'nalishdagi sohalar paydo bo'lyapti. Bu albatta bizga tanlash imkoniyatini beradi. Xususan kompaniyamiz moliya tizimiga, mahsulotlarni qayta ishlash sohasiga, shuningdek qurilish materiallarini ishlab chiqarish kabi ko'plab sohalarga o'z sarmoyalarini kiritmoqda. Suhbatdoshimizning qayd etishicha, mamlakatga xorijiy sarmoyalarni kiritish katta foyda beradigan samarali loyihalarni amalga oshirish, shu bilan birga xorij tajribasini o'zlashtirib, iqtisodiyotni yanada rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi va eng asosiysi, aholi turmush darajasini yanada yuksaltirishga imkon beradi. Tadbir yakunida biznes seminarini tashkil etishda hamkorlik qilgan Anshir Capital kompaniyasi O'zbekistondagi eng yaxshi investitsion bank yo'nalishi bo'yicha Xalqaro Yevromoney nashrining mukofotiga 5-marotaba sazovor bo'lganligi ma'lum qilindi. Buni kompaniya O'zbekistonda samarali faoliyat ko'rsatayotganligining xalqaro miqyosdagi e'tirofi sifatida baholash mumkin. Saodat Omonova, Zayniddin Rahimxo'jayev, Yoshlar. Toshkent viloyatining Zangiota tumanida qishloq xo'jaligida urug'chilikni takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan seminar ish boshladi. Bir oy davomida uning ishtirokchilari yangi urug' navlari bilan tanishish, o'zaro fikr va tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mazkur amaliy seminar haqidagi batafsil ma'lumot muxbirimiz lavhasida. Mutaxassislar dehqonchilikda ekinlarni tabiat injiqliklaridan, zararkunanda hasharot va kasalliklardan himoya qilish mo'l hosilning garovi deyishadi. Bu esa o'z navbatida urug'chilikni rivojlantirishni talab etadi. Jumladan urug'chilik to'g'risidagi va seleksiya yutuqlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlari. Bundan tashqari Prezidentimizning 2006-yil 11-yanvardagi meva sabzavotchilik va uzumchilik sohasini isloh qilish bo'yicha tashkiliy chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori va qator normativ-huquqiy hujjatlar bu borada muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. Seminarda el-yurt dasturxonini sarxil meva-yu sabzavotlar bilan ta'minlayotgan Buxoro, Namangan, Farg'ona hamda Samarqandlik fermerlar, dehqon va mutaxassislar, meva-sabzavotlarni qayta ishlash korxonalari vakillari ishtirok etib, mamlakatimiz qishloq xo'jaligida hasharotlar va turli kasalliklarga chidamli, iqlimimizga mos urug'larning yangi navlarini yetishtirishning bugungi ahvoli va istiqbollari yuzasidan fikr almashdilar. Xorijlik mutaxassislar tomonidan taklif etilayotgan 100 dan ortiq ana shunday urug' navlari ishtirokchilarning qiziqishiga sabab bo'ldi. Mavzular yuzasidan mutaxassislarning fikrlari tinglandi. Garimdorlari, balg'ari, qalampirlarini mana ko'rib chiqdik. O'zimizga qiziqtirgan savollarga to'liq javob ola oldik. Ba'zi bu navlarni, ayniqsa mana pomidor to'g'risida, hozir pomidorda kasalliklar kelib chiqyapti. Ana shu kasalliklar nima sababdan kelishini ham tushunib oldik. Seminarda ta'kidlanishicha, urug' navlari dastlab Davlat urug' sinash qo'mitasida sinovdan o'tkaziladi va so'ngra dehqon va fermerlarga tavsiya etiladi. Hozirda Nunims urug'lardan olingan mo'l hosil nafaqat mamlakatimiz, balki xorijiy davlatlar bozorida ham xaridorgir. Seminarda ta'kidlanishicha, mahsulot sifatini ta'minlashda, shuningdek, yangi agrotexnika va mini texnologiyalarning ham o'z o'rni bor. Jahon tajribasi yutuqlarini amaliyotga joriy qilish, undan samarali foydalanish, shuningdek, urug'chilik bazasini takomillashtirish qishloq xo'jaligini rivojlantirishning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bir oy davomida seminar qatnashchilari ayni mavzular yuzasidan fikr almashishadi. Xorij xabarlari. Fransiya va Chilida ro'y bergan aviahalokatlar 13 kishini hayotdan olib ketdi. Erta tongda Chilining Porto Montro shaharchasi yaqinida 2 motorli yengil samolyot halokatga uchradi. U osmonga ko'tarilgach, oradan uncha ko'p vaqt o'tmay yona boshladi va o'rmonga qulab tushdi. Uning bortida 9 kishi, jumladan 3 yoshli bolakay ham bor edi. Ularning barchasi hayotdan ko'z yumdi. Fransiyada esa Yuqori Savoya departamentining tog'li hududida sodir bo'lgan halokat esa 4 nafar fransuz o'spirinining hayotiga zomin bo'ldi. Mahalliy aviaklubga tegishli bo'lgan bir motorli samolyot o'quv mashg'ulot chog'ida qulab tushdi. Ayni chog'da mutaxassislar halokat sabablarini aniqlash maqsadida samolyot qoldiqlarini texnik tekshiruvdan o'tkazmoqda.
Tatariston Respublikasi poytaxti Qozon shahrida kuchli to'fon oqibatlari bartaraf etilmoqda. Xabarlarga qaraganda shaharda 1 soatdan ko'proq vaqt davomida kuchli jala va do'l yoqqan. Bu vaqtda shamolning tezligi 1 soniyada 20 metrga yetgan. Tabiiy ofat shahar infratuzilmasiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatdi. Ko'plab binolarning yerto'lasi va birinchi qavatlari, shuningdek ko'chalar suv bilan qoplandi. Volga daryosi bo'yidagi aholi punktlaridan birida esa kuchli quyun elektr tarmoqlariga jiddiy shikast yetkazdi va daraxtlarni ildizi bilan qo'porib tashladi. Qozon shahrida istiqomat qiluvchi fuqarolar ham dovul haqida ogohlantirildi. Qizil panda bolasiga mushuk onalik qilmoqda. Niderlandiyaning Amsterdam shahridagi hayvonot bog'laridan birida noyob hisoblangan panda bolasi dunyoga kelgandi. Ammo onasi unga g'amxo'rlik qilmadi. Panda bolasi ma'lum bir muddat inkubatorda saqlandi. Shundan so'ng zoologlar uni yaqinda bolalagan ona mushuk yoniga qo'yishdi. Mushuk esa panda bolasini ham o'z bolalari kabi qabul qilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Navbatdagi lavhamiz Jizzax viloyatidan tayyorlangan. Mana bir necha yildirki, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi, Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati hamda Jizzax viloyati hokimligi hamkorligida Zomin tumanida yosh ijodkorlarning an'anaviy respublika seminar kengashi o'tkazib kelinmoqda. Joriy yilning 8-10 iyul kunlari bo'lib o'tgan navbatdagi ijodiy anjuman tafsilotlari hozirgi lavhada. Mana 12 yildirki, Zomin tumanining So'lim O'riklisoy maskanida respublikamizning iqtidorli yosh qalamkashlari uchun adabiy anjuman o'tkazib kelinmoqda. Bu anjuman bugunga kelib shunday bir nufuzga ega bo'ldiki, har bir qalamkash yosh yigit-qiz uning ishtirokchisi bo'lishni, ustoz adiblar, shoirlar sinovdan o'tishni xohlaydi. Bu yilgi anjumanning o'tgan yilgilardan farqi shunda bo'ldiki, bu yil yosh qalamkashlar 4 yo'nalish, nazm, nasr, dramaturgiya va tarjima yo'nalishlari bo'yicha guruhlarga bo'linib, o'z mahoratlarini ustozlar sinovdan o'tkazishdi. Anjuman doirasida Zomin tumanida joylashgan bir qator dam olish maskanlarida turli uchrashuvlar, mushoiralar, suhbatlar, madaniy tadbirlar o'tkazildi. Har bir yo'nalish bo'yicha nominatsiyalar belgilanib, g'oliblar aniqlandi. Zomin seminar tanlovi imtihonlarida yosh bo'lishiga qaramasdan ustoz adiblarning e'tiborini qozongan, bo'lib o'tgan mushoiralarda tengdoshlari orasida ijod namunalari bilan yaqqol ajralib turgan jizzaxlik Ma'mura Yoqubova birinchi o'ringa munosib deb topildi va tashkilotchilarning qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Zomin katta ijod maktabi bo'ldi. Bu yerda o'qilgan she'riy asarlar, nasriy asarlarni eshitsangiz, benihoya adabiyotga o'zingiz yaqin bo'lib ketasiz. Albatta, bu yilgi Zomin seminarini salmoqli darajada o'tishida bizning ustozlarimizning o'rni nihoyatda beqiyos. Ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz, chunki ulardan olgan saboqimiz hech qachon yodimizdan chiqmaydi. Shuningdek, anjumanda ishtirok etgan har bir yigit-qiz alohida yo'nalishlar bo'yicha taqdirlanishdi. Toshkentlik Alisher Otaboyev, Gulchehra Muftizoda va qashqadaryolik Otabek Rahimovlar O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasiga a'zolikka, yana bir necha ishtirokchilar esa oliy adabiyot kursi tinglovchiligiga qabul qilinishdi. Feruza Po'latova, Baxtiyor Niyozov, Jizzax, yoshlar. Bizda hozircha shu, voqealar rivojini davrining keyingi sonlari orqali kuzatib boring. Yoshlarda ko'rishguncha. Bir xillik jonga tegdimi? Muloqotning yangi turlarini kashf et. Shovqin solish mumkin emasmi? SMS jo'nat. So'z yetmayaptimi? MMS yubor. Do'stlaring bilan onlaynda so'zlashmoqchimisan? Webni yoqtirib ol. Ma'lumotni yuklab olish kerakmi? Internetga ulan. Aloqaning 4 usuli 2 barobar arzon. Beeline'dan yangi suhbat ustasi tarifi. Suhbat ustasiga aylan. Beeline hayotning yorqin tarafida bo'l.